Mana. Bo'lsamiz a? Bu katta bo'lguncha bu. Bunga yordamchi bu. Kim bo'lasan katta bo'lsang? Oltin marojnachi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana Isuzu 90 ni olishimizdan maqsad buni orqasi ham katta olgan butkamiz ham katta razmer, o'shanga lop tushadi birga bir. O'shancha olik, mana mashinani biz oldik. Nasib bo'lsa Agrobravo zavodi orqasiga qo'yilgan butkani bizga podarka qilyapti. Nasib bo'lsa shu ulgura olmagan joylarimizga maqsad yetkazish. Mana shogirdim Anvarga alohida buni o'zini tarqatishga bo'lyapman. O'shanga o'ziga alohida qilib beryapman. Biz borolmagan joyimizga va klientlarimiz xafa bo'lyapti. O'sha nasib bo'lsa hech kimni xafa qilmaymiz. Xalqimizga xizmat qilib vaqtida marojlarni, Agrobravo muzqaymoqlarini yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana bugun nasib bo'lsa Shuhrat akalar Samarqanddan kelib, Isuzu 490 shassi modelini qilib akalarga dokumentlari qabul qilib olasiz. Yaxshi kundagi haydang aka. Nasib bo'lsa yaxshi tilaklaringiz bo'lsa mijozlarimizga Bu mashinani Isuzu 90 ni olishdan maqsad ramasi 1 metr katta olgan mana butkamiz ham shunga to'g'ri keladi. Shu Samarqandda ulgura olmaganimiz uchun yana mashinani ko'paytirish niyatida keldik. Mana 4-chi, 5-chi mashin olishimiz nasib bo'lsa bu oxirgi emas, hali yana kelib olamiz. Ertalab 9 ga keldik. Mana hozir ishimizni 2 soatda hal qilib berdi. To'lovini qildik. Mashina olib chiqib ketyapmiz. Katta rahmat sizlarga. aka sizga bular shogirdlarga olib berdi. To'g'risi ulgurmayotganlariga aka o'zingiz ham mijozlar uchun. Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu Agrobravo muzqaymoqlarini Samarqandning chekka hududlariga, yetib bormaydigan hududlariga yetkazib berishimiz uchun Toshkent Isuzu avtosalonidan yangi Isuzu'mizni oldik. Xudo xolasa uni butkalari chustda turibdi. Keyingi yilga zo'r qilib taqlaymiz. Kelinglar, olinglar. Mana 2 soatda ishimizni hal qilib berdi, to'lovlarni qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tavsiya qilamiz. Tavsiya qilasiz tanishlarga. Shunday. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuhrat aka, rahmat aka. Yaxshi kunga haydanglar aka. Nasib bo'lsa yana kutib qolamiz aka. Keyingi yil yana. Hurmatli kuzatuvchilar, bu va boshqa texnikalarimiz bor, bizga murojaat qilinglar. Isuzu ishonch va sifat. Sog' bo'linglar, salomat.